Hozir polni bak 95 dan zapravka qilib olaman-da, sekin juftagini rostlayman. Bu to'nka yuzini kam yuvar ekan. Haqiqiy ziyofat shu yerda. 3-4 ta ulfatimni chaqirib, gapni shu yerda o'tkazaman keyingi hafta. Jim bo'l, pashsha. Men klient topdim. Naqd Toshkent Samarqand trassasidek katta tomir ekan. Nega xavotir olasan, chivin? Bu kuni bilan Damas haydagan taksist ekan. Uni tepsang ham turmaydi. Kelgindilar. Buncha shovqin qilmasalaring, bizning o'rmonda hozir uxlash soati. Shundoq ham kecha shampun bilan adabimizni berishgan. Hoy burga, nega shu o'rmondan ko'chib keta qolmaysan? Meni qara, qanday yaxshi sharoitda yashayman. Ikkita yotoqxona burun ichida, pastida oshxona, doimo ovqat izlari qolib ketadi. Hojatxona esa sal teparoqda quloq ichida. Seni bir urinishda kafti bilan ushlab olishadi. Meni o'rmonimda bemalol yashirinish oson. Tunu kun himoya. Sizlarni bilmadim-u, lekin men ko'chmanchiman. Kelaman, qon ichaman, uchib ketaman. Hech qanaqa ipotekadan qarzdorliksiz. Ba'zida taroq o'lgur buldozer kabi tinchlikni buzishini aytmasa, hammasi Fakina Station. Juftagini rostlash vaqti keldi, yigitlar. Qani qochdik! Ana aytmaganmidim bir urinishda ushlab oladi deb. Ha mayli, har holda endi tinchlikni buzadigan kelgindilar yo'q. Bizni turqimizni qaytib ko'rishni xohlamasangiz, like va repostni ayamasdan bosib tashlang, natija 5 kunda bilinadi.